Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha ariza yuborish jarayoni bo'ladi. Video yo'riqnomamiz boshlashdan oldin aziz tinglovchilar, biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnomalarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, mehnatimizni qadrlasangiz albatta like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, tanishlarga albatta ulashing. Azizlar, tayyor bo'lsangiz kontentni boshladik. Odatdagidek MyGov.uz endi hozirgi holatda kompyuter orqali ko'rsatib beraman. Siz MyGov.uz ilovasida aynan shu jarayonni birdek bajarsangiz bo'ladi. Shaxsiy kabinetga kirish tanlanadi, ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Kanalimizda ro'yxatdan o'tish jarayonlari bo'yicha video yo'riqnoma mavjud. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, avval ro'yxatdan o'tib kirib, so'ngra keyin jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Xo'sh, bu yerda bizda sohalar kesimida ta'lim yo'nalishi bor. Ta'lim yo'nalishi orqali o'tamiz. Va bu yerda aynan chet tilini bilish darajasini aniqlash degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali kiramiz. Xizmat demak, yagona portal orqali topshirilganda 556.200 so'mni tashkil qiladi. Demak, xizmat ko'rsatishning huquqiy asosi bu yerda xizmat olish uchun zarur hujjat talab qilinmas ekan. Shuningdek, demak, jismoniy shaxslardan murojaat yuborish imkoniyati mavjud. Xizmatdan foydalanish qilib, demak, navbatdagi oynaga o'tamiz. Xo'sh, demak, bu yerda arizachini voyaga yetmagan farzandi agar bolalaringiz yosh bo'lsa, aynan chet tilini bilish darajasi bo'yicha o'sha darajasini aniqlash yuzasidan murojaat yubormoqchi bo'lsangiz, arizachining voyaga yetmagan farzandi degan ustuni tanlaysiz. Aks holda farzandingiz pasport olgan bo'lsa, demak, arizachini o'zi ustuni tanlab, keyingi tugmasini bosib jarayonni davom etamiz. Bu yerda bizga aynan hudud chiqarib beriladi. Demak, yashayotgan doimiy manzilingiz va o'sha propiskangiz bo'yicha manzil ma'lumotlaringiz avtomatik aks etadi tumaningizni ko'rsatganingizdan so'ng va qolgan boshqa telefon raqamingiz shu kabi ma'lumotlar avtomatik tarzda aks etadi. Bu jarayonni demak, viloyat va tumanni yashash manzilimizni belgilagandan so'ng keyingi tugmasini bosamiz. Xo'sh, keyingi 3-qadamda bizga test haqida ma'lumot deb oyna aynan ko'rsatildi. Bu yerda biz test topshirish tilini, demak, qaysi aynan tilda siz test topshirmoqchisiz, shu tilni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak, shu kabi ko'rinib turgan, oynada ko'rinib turgan kabi, demak, ingliz, nemis, fransuz, koreys va hokazo, demak, tillar mavjud ekan. Hozirgi holatda biz ingliz tili bo'yicha, demak, test topshirish tilini tanlaymiz. Test topshirish hududi, demak, o'zingizga yaqin hudud yoki boshqa hududni tanlab, o'zingizga qulay bo'lgan sanada aynan test jarayonlarida ishtirok etish mumkin bo'ladi. Demak, Buxoro viloyati test topshirish sanasini bosganimizda viloyatni belgilaganimizdan so'ng, aynan qaysi sanalarda shu hududda, aynan shu viloyatda, demak, imtihon topshirish mumkinligi sanalari aks etadi. Bu yerda demak, tegishli ustunni tanlash lozim bo'ladi. Ko'zi ojiz bo'ladigan holatda, demak, imtihonlar 6-fevral 2026-yilda nazorat tutgan, xuddi shunday ko'zi ojizni 1-2 kun oldinroq va tegishli o'sha shu yo'nalishga taalluqli bo'lgan insonlar, demak, aynan shuni belgilashlari mumkin bo'ladi. Qolgan hollarda, demak, 14-15-fevral shu yil hisobida 14-15-mart, 11-12-aprel, 16-17-may. Demak, o'zingizga qulay bo'lgan sanani belgilaysiz va demak, test topshirish darajasi, demak, multilevel avtomatik tarzda, demak, bu yerda bizga chiqargan oynani ochib beryapti. O'zi bitta tanlash imkoniyati bor ekan, multilevel degan darajani. Demak, hozirgi akademik litseyning 4-semestr talabasi hisoblansangiz, ushbu maydonni belgilang. Demak, akademik litsey, hozirda akademik litseyda o'qiyotgan 4-semestr talabasi bo'ladigan bo'lsangiz, demak, shani belgilaysiz, bo'lmasa aks holda yo'qni belgilaysiz. Shundan so'ng jarayonni keyingi tugmasi orqali davom etamiz.
bu yerda to'lovga imtiyozlar bor yo'qligini belgilashingiz kerak bo'ladi. Aynan agar ro'yxatdan o'tgan aynan to'lovga imtiyoz ijtimoiy himoya yagona reyestrida kiritilgan oila yoki shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, demak ro'yxatdan o'tgan nogiron yoki ijtimoiy himoyaga yagona reyestrga kiritilgan degan ustunni tanlash kerak bo'ladi. Aks holda ro'yxatdan o'tmagan, nogironligi yo'q degan ustun tanlanadi. Demak, xato va kamchiliklar to'g'rilangandan keyin qayta yuboriladigan ariza bo'lsa, avvalgi arizaning raqamini ko'rsating. Dastlabki ariza yuborgansiz biron bir xatoligi bo'lgan bo'lsa, o'sha aynan arizaning raqamini bu yerda kiritish kerak bo'ladi. Biz hozirgi holatda biror bir olday ariza yubormaganmiz va shu uchun biz bu ustunga yozishimizning hojati yo'q. Demak, ma'lumotlarimizni birlamchi ko'rib chiqdik. Arizachi ma'lumotlari yuqorida ko'rib turganingizdek, arizachi haqida ma'lumot, familiya Bahodirova, jinsi ayol, test topshirish tili ingliz tili, Buxoro viloyatiga va sanasi 14-15 fevral 2026 yilda belgilangan. Shundan so'ng yuborish qilib jarayonni yakunlaymiz. Demak, undan so'ng bizga yangi invoice olish yoki mavjud invoice'ni ishlatish bo'yicha oyna joylashtirilgan. Bizga bu xizmatdan ilk bor foydalanyapmiz uchun yangi invoice olishni belgilab turib, demak, yuborish tugmasini bosamiz. Demak, ana bizga chiqqan oynada aynan to'lov qilish bo'yicha QR kod va umuman to'lov ilovalari orqali aynan to'lovni amalga oshirib, demak, aynan shu jarayonda 556.200 so'm to'lagandan so'ng tegishli vaqtda umuman testda ishtirok etish imkoniyati bo'ladi. Azizlar, kontentimiz aynan shu mavzuda edi. Takror aytamiz, yoqqan bo'lsa, demak, like bosib qo'llab-quvvatlang va umuman yaqinlaringizga ulashing. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.